Ho'p, am, manimcha darsimizni sekin boshlayversak ham bo'ladi. Darsimizni o'zi mavzusi React darsimizni mavzusi React.js loyihalar qanday ishlaydi degan mavzuda qilyapmiz. Manimcha ko'pchilik buni React o'zi qanaqa ishlaydi degan mavzuda deb o'yladi. Chunki ba'zi kommentlarni o'qiganda shunaqa menda taassurot bo'ldi har holda. Lekin aslida bugungi bizni o'rganmoqchi bo'lgan ya'ni narsalardan bittasi bu o'sha React'ni o'zini ishlashi albatta, lekin umumiy hisobda React loyihalar o'zi qanaqa tuzilgan, ular qanaqa ishlaydi, o'zi nimalardan tashkil topgan, o'shalarga chuqurroq kirishamiz bugungi darsda. Nimaga aynan bu narsani dars qilib o'tib beryapman? Nimaga bu sizlarga qiziq bo'lishi mumkin? Chunki ko'pchilik React bo'yicha o'sha web applicationlar qilayotganda o'zi ishlatayotgan toollarni 100% to'liq bilmaydi. Ya'ni nima, qanaqa holatda, demak, biz kod yozamiz, brauzerimizga qanaqa qilib yetib boryapti. Biz qilayotgan ishlarimiz hech qanaqa sehrli ravishda albatta ishlayotgani yo'q. Hammasi oddiy kod, oddiy logik mantiqqa asoslangan holatda dasturlar asosida ishlaydi. O'sha narsalarga demak ozgina bir yorqinlik kiritish uchun, sizlarga yoritib berish uchun demak shu mavzuni tanladim va ko'pchilikga qiziq bo'ladi degan umiddaman bu narsa. Xo'sh, kim React'ni o'zini internally, masalan, ichki taraflama ishlashiga bir qiziqib ko'rgan, masalan, qarab ko'rgansizlar yoki repozitoriyani ochib qo'ygansizlar, balkim videolar ko'rgandirsizlar, balkim maqolalar o'qigandirsizlar. Qo'linglarni ko'tarsanglar yaxshi bo'lardi. Kim React'ni, ya'ni ichki tarafda internally qanaqa ishlashiga qiziqib ko'rgan yoki biladi? Hop, hozircha hech qanaqa qo'l ko'rmayapman. Demak, ko'pchilikda bu haqda unchalik ma'lumot yo'q deb hisoblasak bo'ladi. Hop, React o'zi demak boshqa frameworklar bilan solishtiradigan bo'lsak, masalan, birinchi React chiqqan paytda bu bizga one way data binding bor bo'lgan library sifatida introduce qilingan. Men o'zim React'ni o'rganishni boshlagan paytimda bu nimani anglatishini to'g'risi bilmaganman. Chunki boshqa framework, boshqa librarylar bilan ishlab ko'rmaganim uchun. Lekin o'ylab qaraydigan bo'lsa, one way data binding bu unchalik ham demak nima deydi, murakkab bo'lgan yoki qiyin narsa emas, shunchaki sodda bir narsani demak atamasi xolos. One way data binding degani bu bir taraflama, demak ma'lumot bog'lanishi. Biz o'sha UI biz programmamiz, demak web UI boshqarar ekanmiz, applicationimizni boshqarar ekanmiz. Demak, interface'ni o'zgarishini bizni programmamizdagi data, ma'lumot hal qiladi. Ya'ni ma'lumot o'zgarsagina, demak UI o'zgaradi. UI o'zgarsa ma'lumot o'zgaradi degan narsa yo'q. Angular'da shunaqa. Masalan, biz demak DOMni update qiladigan bo'lsak, bu ichkaridagi data bilan demak nima deydi, o'zaro bog'liqligi bor va uni to'g'ridan to'g'ri o'zgartira oladi. Lekin React unaqa emas. Biz demak UI'da qanaqadir o'zgarish qila olmaymiz to'g'ridan to'g'ri, ya'ni to'g'ridan to'g'ri DOMni manipulyatsiya qila olmaymiz. To'g'ri, inputlarni boshqarishimiz mumkin. Bu shunchaki user input deb qaraladi. Lekin aslida demak DOMga o'z-o'ziga respond qilmaydi. Masalan, checkboxni biz masalan yoki inputga bir harf kiritadigan bo'lsak, biz kiritgan harfimizni inputni o'zi render qilishidan oldin bu React'ga borib, React keyin o'sha input valuesi bor bo'lgan demak elementni bizga demak sahifamizga render qilib beradi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak shunaqa. Albatta to'g'ridan to'g'ri shunaqa ishlaydi deb aytish noto'g'ri. Shunchaki bu konsepsiya shunaqa. Sizlarga tushuntirish uchun shu misol bilan ko'rsatyapman, aytib beryapman. Chunki
bu React'ning eng birinchi versiyasi shunaqa ishlagan. Keyingi versiyalarda bu narsa yaxshigina optimizatsiya qilingan. Um, Ya'ni uh, DOMni update qilish, uni DOMni yangilash uh, ancha efficientroq, ancha samaraliroq qilish uchun, demak, xususiy holatlarni, mana shunaqa masalan, har xil inputlar bo'lishi mumkin. O'shalar uchun xususiy holatlar bo'yicha renderlar yozib chiqilgan. Ya'ni to'laqonli uni biz elementimizni olib tashlab qaytadan render qilish o'rniga ma'lum attributlarni yoki ma'lum propertylarni, xususiyatlarini o'zgartiradi xolos. Ma'lum elementlarda. Lekin umumiy hisobda olib qaraydigan bo'lsak, boshqa oddiy demak bizda UI elementlarimiz bo'ladigan bo'lsa, React uni har safar state'imiz, ichki ma'lumotimiz, programmamiz ichki ma'lumoti o'zgarganda qaytadan hammasini render qilib chiqadi. Va virtual DOM degan tushunchani kiritgan React, chunki biza hamma narsani tasavvur qiling, bitta bizni ma'lumotimizda, programmamizdagi ma'lumot o'zgaryapti, biz butun UI qaytadan bir yonlama hamma elementlarni qaytadan render qilsak, bu juda ham demak og'ir operatsiyalarga kiradi va programmamiz umuman ishlamasligi mumkin. Shuning uchun ham virtual DOM degan demak metodologiyani kiritishgan, ya'ni React algoritmi shunaqaki, biz DOMni olib, DOMdagi faqat o'zgarishlarni nima qilamiz? Masalan, eng birinchi bizda React applicationimiz UI render qilgandan keyin aytaylik ma'lumot o'zgardi ichki user input orqali va o'sha ma'lumotga asoslangan demak JavaScript kodimiz, React kutubxonamiz qaytadan virtual DOMni yasaydi. Ya'ni aynan DOMga demak ta'sir o'tkazmasdan uni kopiyasini yaratib, unda qanaqa o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini demak taqqoslaydi. Ya'ni butun boshli DOMni virtual tarzda qaytadan render qiladi. Aynan sahifaga emas, albatta, bu xotirada saqlanadigan ma'lumotlar sifatida qarab, har bittasini tekshirib chiqib, nima o'zgargan bo'lsa, aynan o'sha joylarnigina faqat sahifada ko'rsatadi. Xo'p, React o'zi asosan mana shu holatda ishlaydi. Ana endi mavzuni o'ziga keladigan bo'lsak, demak, React.js loyihalar o'zi qanaqa ishlaydi degan mavzuga. Hop, ekranimni share qilish vaqti keldi menimcha endi. Hop, React.js loyiha tuzilmasi. Asosan 3 qismdan iborat. Juda ham sodda qilib qaraydigan bo'lsak, demak, bizda kiruvchi kodimiz, ya'ni source kodimiz bo'ladi. Bu yoqda bizning komponentlarimiz, stillarimiz yoki qo'shimcha fayllarimiz bo'ladi. Va orada biz bundlelar va boshqa dasturchi muhitda ishlatiladigan toollar yoki uskunalarni ishlatishimiz mumkin. Bular Vite, Webpack yoki har xil bu TypeScript bo'lishi mumkin, agar TypeScript yozadigan bo'lsak. Va shunga o'xshash boshqa, demak, preprosessorlar shu turkumga kiradi. Albatta, bizda development server bo'lishi kerak. Chunki biz ishlatadigan funksiyalarni albatta development server maxsus nima qilmasdan, setup qilmasdan, sozlamasdan ishlatishimiz qiyin. Chunki dev serverimizda eng bizga asosiy asqotadigan narsalardan bittasi hot module replacement yoki hot module reloading xususiyati bo'ladi. Ya'ni biz kodimizni o'zgartirar ekanmiz, avtomatik, demak, jonli ravishda kodimizni o'zgarganini sahifada ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz oldinlari bu frameworklar, demak, kutubxonada chiqmasdan oldin oddiy HTML CSS da yozadigan bo'lsak, kodimizni sahifani qayta yuklashimiz kerak bo'lardi. Chunki sahifa yangi resurslarni o'ziga yuklab olish uchun. Lekin o'sha development serverimizda, demak, hozir mashhur kutubxonalar hammasida mana shu HMR sistemasi bor. Bu ishimizni ancha osonlashtiradi. Va dev server ana yana bir xususiyati, demak, biz
esda saqlashimiz kerak, React dasturlarimiz, web dasturlarimiz ishlashi uchun serverni maxsus sozlashimiz kerak bo'ladi. Nafaqat dastur biza development paytida, balki productionda ham, chunki single page application bo'lgani uchun, ya'ni bitta sahifada bo'ladigan application bo'lgani uchun biza hamma routelarni, demak, bizni o'sha index.html asosiy sahifamizga jo'natishimiz kerak, chunki routingni, ya'ni marshrutizatsiya aynan bizni JavaScript kodimiz boshqaradi. Browser emas yoki server emas. Xo'p, umumiy hisobda shu kategoriyalarga bo'lib chiqsak bo'ladi. Umuman olganda bu narsalar o'zi bizga kerakmi degan savol bo'lishi mumkin. Ya'ni bizga o'zi dev server nega kerak? Bannerlar nimaga kerak? Aytganimdek, o'zi oldinlari oddiy yo'l bilan kutubxonalarsiz, har xil frameworklarsiz kod yozadigan bo'lsak, shunchaki fayllarni yaratganmiz va brauzerda shunchaki ochganmiz. Albatta fayllarni o'zgartirsak, shunchaki demak, sahifamizni qayta yuklash orqali yangi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu front-end development bo'lib kelgan, masalan, demak, eng boshidan mana shu frameworklar, JavaScript ekosistema rivojlanmasidan oldin. Ya'ni kichraytiradigan bo'lsam ozgina. Demak, masalan, bizda loyihamizda demak kodi bor, source kodimiz bor va o'sha kodni biz brauzerda ko'rishimiz kerak. Bo'ldi, boshqa ortiqcha narsa yo'q. Masalan, React ham biz bemalol shunaqa ishlatsak bo'ladi, agar bilasizlarmi yo'qmi? React proyektni qilishimiz uchun bizga mana bu narsalarning hammasi kerak emas. Mana shu birinchi qismini o'zi ham bizga yetib ortib qoladi. Agar Reactda, demak, Reactni ishlatib web dasturi yaratmoqchi bo'lsak. Sizlarga shu narsani demonstratsiya qilib bersam bo'ladi. Aytaylik, masalan, yangi papka yarataylik. React mini qo'yaylik, ya'ni mini React project bo'lsin. Demak, kod editorimizni ochishimiz kerak. Hop. Hop, mana kod editorimizni ochdik. Yangi fayl yaratamiz. Albatta bizga web sahifa yaratganimiz uchun index.html fayli kerak bo'ladi. Initsializatsiya qilamiz. Va React kutubxonasini endi bog'lashimiz kerak. Buni qanaqa qilamiz? Avvalambor internetdan qidiramiz. React CDN. Ya'ni CDN orqali biz React kutubxonamizni kim jQuery ishlatib ko'rgan? Qo'lingizdan ko'taringlar. Hop. Ko'pchilik ishlatgan, deyarli hamma ishlatib ko'rgan ekan. Masalan, jQuery dominantli qilayotgan paytda biza kutubxonalarni shu usulda, demak, script tagi orqali sahifamizga qo'shganmiz. Mana shu frameworklar har xil bibliotekalardan oldin. Biz o'zi React ham oddiy kutubxona hisoblanadi. React framework emas. Mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Kutubxona bo'lgani uchun, demak, uni shunchaki biz JavaScript kodimizga kiritib bemalol ishlatsak bo'ladi. Shu joyda hozir mana shu yerda o'sha narsani ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. Xo'p, mana biz kutubxonalarimizni qo'shdik. Bizga albatta React kutubxonasi kerak va React DOM kutubxonasi kerak bo'ladi. Shu joyda savol. React bilan React DOMni farqini kim biladi? Qo'lingizdan ko'taringlar. Hop, ko'pchilik bilar ekan. Bilmaydiganlar uchun yoki xabar yo'li uchun React va React DOMning farqi o'zi React.js o'zini, masalan, biz React application qilyapmiz deb aytamiz. Ko'pincha Reactda, ya'ni web dastur yaratishimizni, demak, nazarda tutamiz. Lekin React aynan webda ishlash uchun bizga React DOM kerak bo'ladi. Chunki Reactni o'zi bizga faqat komponentlarni
yasashi imkoniyatini, ya'ni komponent create qilishi, komponent yasashi, hooklarni, state management, ya'ni shunga o'xshash o'zini API'lari bor. Mana shu narsalarni imkoniyatini beradi xolos. Ya'ni siz komponent yasaysiz. Komponent o'zi nima? Komponent bu oddiy ma'lumot. Bitta obyekt deb qarasangiz bo'ladi. Shunchaki obyektlar to'plami, aytaylik bizda o'sha komponentlarimiz obyektlar to'plami va ular ichki demak dasturimizda ma'lumot o'zgarishiga qarab, ular ham o'z holatini o'zgartiradi. React mana shu narsani boshqaradi. Demak, biz demak dasturimiz bo'ladigan bo'lsa, bunga React.js kiritish orqali biz shunchaki uni ichidagi ma'lumot deganda endi albatta UI elementlarni boshqarish imkoniyatini demak kengaytirgan bo'lamiz. Lekin bu programmamiz, bu dasturimiz webda ishlash kerak, ya'ni brauzerda ishlash kerak. React.js platforma agnostik hisoblanadi, ya'ni platformadan deyarli xabari yo'q. React kutubxonasini. Chunki u brauzerdan tashqarida ham ishlashi mumkin. Chunki brauzer API'laridan deyarli foydalanmaydi. Hamma narsa demak ma'lumotlarni o'zgartirish orqali boshqariladi. Lekin mana shu bu yerda yaratilgan komponentlarimiz, React.js orqali biz yaratgan komponentlarimizni ekranga chiqarishimiz uchun ana bu joyda endi platforma demak ahamiyatga ega. Biz komponentlarimiz bo'ladigan bo'lsa, biz buni ekranga chiqarishimiz kerak va qayerga chiqaramiz? Biz webga chiqarmoqchi bo'lsak, demak bizga React DOM kutubxonasi kerak bo'ladi. Ya'ni komponentlarimizni biz agar brauzerda ko'rish xohlaydigan bo'lsak, demak biz React.js kutubxonasini React DOM kutubxonasi bilan ishlatishimiz kerak bo'ladi. React Native bilan ishlab ko'rganlar bor, adashmasam oramizda. Qo'linglarni ko'tarib yuboringlar. Bor. React Native'ga keladigan bo'lsak, React Native'da biz React o'zini ishlatamiz. Albatta React Native'da ham React.js o'zini ishlatamiz va komponentlarimiz render qilinadigan paytda esa React Native o'zini demak native code bindinglari bor. Ya'ni iOS bo'lsa iOS kodlari yozilgan, Swift'da yozilgan kodlar yoki Objective-C'da, Android platformasiga bo'ladigan bo'lsa, Android demak Kotlin va Java'da yozilgan kodlarga demak bog'langan kodlar bor. O'shalar orqali demak biza komponentlarimiz, biza UI'miz, dasturimiz ekranga chiqadi o'sha platformalarda. Lekin aynan web uchun gaplashadigan bo'lsak, biz React DOM kutubxonasini ishlatishimiz kerak bo'ladi. React Native React.js o'zini ishlatadi deb aytdim, lekin aynan aytadigan bo'lsam, React o'zini emas, fork qilingan versiyasini ishlatadi, adashmasam, ya'ni o'zlarini modifikatsiyalarini kiritgan holatda. Agar yana unga ham ozgina chuqurlashadigan bo'lsak. Undan tashqari 3JS degan kutubxona bor, ya'ni 3D modellar bilan webda ishlash uchun React o'sha 3JS React'ga demak bind qilingan versiyasi bor. React 3 edi, adashmasam nomi, aniq eslolmayman. Unda demak React'ni o'zidagi ichki ishlatadigan React Reconciler degan demak kutubxona bor. Mana shu React'ni internally o'sha diffing, ya'ni farqlarni virtual DOMni boshqaradigan aynan algoritmini alohida kutubxona qilishgan. O'sha narsani olib, demak 3JS bilan bog'lashgan, React ishlatib, sizlar bemalol o'sha React 3 bibliotekasi orqali, kutubxonasi orqali o'yinlay olsanglar bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? React.js bizga virtual DOM bilan ishlashi va komponentlar bilan ishlashi interfeysini beradi. Bu shunaqa kutubxona. Lekin komponent o'zi oddiy bir ma'lumot. U hech qanaqa o'zidan o'zi hech qanaqa vazifa bajarmaydi. Qanaqadir vazifa bajarish uchun biz uni platformaga, qanaydir platformaga demak UI chizadigan, komponentlarni render qila oladigan kutubxonaga bog'lashimiz kerak bo'ladi. Webda bu React DOM hisoblanadi. Xo'p, o'shaning uchun ham bu yerda hozir React va React DOM
kutubxonalarini qo'shdim. Endi keling, biza skript yozamiz. Ya'ni dasturimizni yozishimiz kerak. Copilotni o'chirib qo'yaman. Bizga xalaqit bermasin. Xo'p. Birinchi yozadigan narsam albatta React DOMdan create root funksiyasini olishim kerak. Bu skriptlarni qo'shganimdan keyin global scope'da demak menda React va React DOM obyektlari hosil bo'ladi. Va albatta dasturimizni ishlatib ko'rishimiz kerak. Shunchaki qaranglar, e'tibor beringlar, men hech qanaqa serverda ochmayman. Faylimni mana lokatsiyasi shunchaki brauzerda ochaman. Demak, kutubxonalarimiz load bo'lgan bo'lishi kerak, yuklab olingan mana. Hammasi yuklab olingan. Agar konsolga React DOM deb yozadigan bo'lsam, demak mana React DOM kutubxonasi bizda bor, React'ni o'zi ham. Olib qaraydigan bo'lsak, mana create element, use callback, use context, use state, use effectlar hammasi turibdi. Ya'ni bu React API'lari mana shu. React DOM API ga keladigan bo'lsak, bu yerda demak create portal, create root hammasi brauzerga aloqador bo'lgan narsalar. Ya'ni demak platform specific, platformga mos bo'lgan demak API'lari bor. Hop, React applicationimizda albatta bizda root elementimiz bo'lishi kerak. O'sha root elementimizni yaratib olamiz va root elementimizni query qilib, demak query selector orqali rootimizni topib olamiz, root id'lik elementimizni va root create qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz butun boshli React applicationimizni render qilishimiz uchun mana shu root elementdan foydalanib root tree ni hosil qilamiz, chunki baribir DOM bu daraxt, o'sha tree ma'lumotlar tuzilmasiga kiradi. Shuning uchun shunaqa deb nomlanadi. Agar kimdir bu haqida mulohaza qilib ko'rmagan bo'lsa. Xo'p. Demak, create root qilamiz va unga root elementimizni berib yuboramiz va root render render qilish orqali biz xohlagan narsamizni render qilishimiz mumkin. Masalan, oddiy hello world qilaylik. Nega hello render deb yozdim? Degan world there. World. Oramizda ingliz tilini biladiganlar bormi? Ko'pchilik bilsa kerak, qo'lingizdan ko'tarib yuboringlar. Ko'pchilik bilar ekan, yaxshi, bu xursand qiladi. Albatta, hello world deb yozamiz. Va tekshiradigan bo'lsak, ko'rib turganinglardek, mana React kutubxonasini ishlatish orqali biz demak kichkina web app yasadik. Ya'ni shunchaki hello world dastur, hello world yozuvini ekranga chiqaradigan demak dastur. Ko'rib turganinglardek, root ichida hello world yozuvimiz bor. Hop, komponentlar bilan qanaqa ishlaymiz esa, aslida komponentlar bilan masalan oddiy div yaratmoqchi bo'lsak, React demak create element funksiyasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi va birinchi elementda biz qanaqa element, birinchi argumentimiz qanaqa element yasashni xohlashimiz, ya'ni tipini beraveramiz. Bu yerda HTML elementlar bo'lishi mumkin yoki biz custom komponentimiz bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu proplar. Uchinchisi bu children. Ya'ni bizda o'sha elementlarimizni bolalari yoki ichida bo'ladigan kontenti. Mana shuni ichiga hello from div deb yozadigan bo'lsak, endi buni o'zini tekshiradigan bo'lsak, demak root ichida div elementimiz hosil bo'ldi. Masalan, alohida masalan komponent yaratmoqchi bo'ladigan bo'lsak, aytaylik, komponentlarimiz asosan funksiyalar, to'g'rimi? Funksiyalar bo'ladigan bo'lsa, demak funksiya yaratamiz. Albatta bizga proplari kerak bo'ladi va return qilamiz. Bu yerda JSX dan foydalanmasdan shunchaki React o'zini API dan foydalanyapman. Albatta browser JSX tushunmaydi, ko'pchilik biladi. Shuning uchun React o'zini API laridan foydalanamiz bu yerda. Div qilamiz.
proplarni shunchaki o'ziga past qilib yuboramiz va shunchaki prop past qilganimiz o'zi yetadi. Chunki mana bu o'zida aytaylik render qilmoqchi bo'lsak, mana shu komponentimizni endi render qilsak bo'ladi. Qanaqa qilamiz? React create element qilamiz. Buning uchun ham demak qanaqa komponent create qilmoqchimiz? Mana shu custom o'zimiz yaratgan komponentni yasash xohlaymiz. Proplariga masalan hech narsa bermasak bo'ladi, lekin children'ga aytaylik shunchaki komponent yozuvini berib yuboradigan bo'lsak, ko'rib turganinglardek mana shunaqa hammasini ishlatsak bo'ladi. Va bu narsani nimaga ko'rsatib beryapman? Aytganimdek, React ishlatish uchun bizga unaqa ko'p DevToolslar kerak emas. Lekin usiz ham iloji yo'q. Xohlasak modular qilsak bo'ladi. Masalan, import eksportlardan foydalanib kodimizni birinchi fayllarga bo'lib yuborsak ham bo'ladi. Masalan, aytaylik bizda main.js faylimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu kodimizni shunchaki olib shu yoqqa qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bu ishlayveradi. Source qilamiz, shunchaki main.js deb berib qo'yaman. Bu ham ishlayveradi. Lekin import eksportlarimiz ishlamaydi. Aytaylik, mana bitta components.js ni hosil qilamanda, mana komponentimizni o'sha yoqqa o'taman. Va buni eksport qilaman. Import eksport bilan ishlatganimdan keyin albatta React'ni biz global scope'da deb demak assume qilishimiz kerak, hisoblaymiz, chunki biz script taglari orqali bularni kiritganmiz. Masalan, import qilaman. Shunchaki comp deb nomlagandik. Comp from components.js fayldan. Agar buni hozir ishlatib ko'radigan bo'lsam, konsolimizda error chiqadi, chunki import statement used outside of module. Chunki biza mana bitta modulimizni skriptimizni tipini modulni ko'rsatishimiz kerak, ya'ni bu modul skriptlari bu yoqda import eksportlarni ishlatamiz degan ma'noda. Yana bitta demak error paydo bo'ladi bizda, chunki biz sahifamizni shunchaki fayl qilib ochyapmiz. Bu hech qanaqa serverdan bizga kelayotgani yo'q. Nega unaqa? Biza import eksport ishlatayotgan paytimizda o'zi aslida mana bu import eksportlar demak HTTP so'rovnoma jo'natadi serverimizga. Mana shu fayl bormi deb. Chunki biz bularni hech qanaqa tag orqali bu yerda qo'shmayapmiz. Chunki skriptimizda aytamiz, mana shu kodni import qilib. Bu aslida URL. Mana shu URLga serverimizga so'rovnoma ketadi. O'shaning uchun biz kodimizni server orqali yuritishimiz kerak bo'ladi. Masalan, menda live server extensioni bor. VS Code'da o'sha bilan agar ochib ko'radigan bo'lsak, bunda ham ishlamadi, menimcha negadir. URLimiz noto'g'ri bo'lib qolgan. Ana endi ishlayapti hammasi. Demak, import pathimizni, import yo'limizni biz har doim demak URL deb qarashimiz kerak. Agar to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa o'sha qo'shimcha dasturlarsiz biz front-end dastur yaratayotgan bo'lsak. Mana shu ko'rinishda hech narsadan foydalanmasdan demak biz React application qilishimiz mumkin ekan. Xo'p, menimcha bu demonstratsiya ozgina cho'zilib ketdi, lekin ko'pchiligiga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Kimdadir savol bo'lsa, shu joyda so'rab olishinglar mumkin. Keyingi qismga o'tishimizdan oldin. Qo'linglarni ko'tarsanglar. Xo'p, Shahzod, sizda savol bormi? Qo'lingiz ko'tarilgan. Husayn.
Xo'p, agar hech kimda savol bo'lmaydigan bo'lsa, menimcha davom etsak bo'ladi. Demak, ko'rganimizdek, biz shunchaki loyihamizni o'zini kodlaridan foydalanib ham React programma yozsak bo'lar ekan. Shunchaki biza hech qanaqa aytaylik o'sha hashamatli har xil JSX yoki CSS modyullardan shunga o'xshash har xil narsalardan foydalanmasligimiz kerak bo'ladi xolos. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, bu narsalar bekordan bekorga o'zi yaratilmagan JSX yoki boshqa texnologiyalar, chunki React o'zi ham bunaqa aytaylik kod yozish hech kim xohlamagan bo'lardi. Juda ham qiyin. Men o'zim charchab qoldim, yozaman deb ko'p xato qilish mumkin. Nima deydi? Juda ham mujmal bo'lib ketadi kodimiz agar shu ko'rinishda biz React'da ishlatadigan bo'lsak. O'shaning uchun ham hayotimizni yengillashtirish uchun o'shanaqa demak toollar ishlab chiqilgan. Endi kengroq o'sha dasturchi muhiti o'zi React dasturlarida qanaqa bo'lishi haqida gaplashaylik. Demak, bizada albatta komponentlarimiz, stil va boshqa fayllardan iborat bo'lgan fayllarimiz loyiha kodiga kiradi. Demak, bizning loyihamiz mana shu komponentlarimiz, JavaScript fayllarimiz, stillar, qo'shimcha fayllardan iborat. Va ularni biz xohlagancha demak o'zimiz xohlagan usullarda, xohlagan instrumentlarda, xohlagan stilda yozsak bo'ladi. Masalan, JSX dan foydalanishimiz mumkin yoki HTML template yozayotgan paytimizda ham boshqa, masalan, Pug degan har xil dialektlar bor. HTML o'shalardan foydalanishimiz mumkin. Yoki React o'zi uchun ham har xil dialektlar ko'rganman. Hozir aynan nomini eslolmayman. Ya'ni siz JavaScript kod yozmaysiz, shunchaki templatelar yozishingiz mumkin. Ularni demak bizni bundlerlarimiz yoki mana shu development muhiti, dasturchi muhitini boshqaradigan programmalarimiz transpilyatsiya qilib beradi bizga. Ya'ni brauzer tushunadigan kodga. Demak, bizni loyihamizdagi kodlarimizni, ya'ni source kodimizni, kiruvchi kodimizni deb tarjima qilsak bo'ladi, menimcha. Shu kiruvchi kodimizni bundlerlarimiz transpilyatsiya qilib dev serverga jo'natadi. Va albatta bizda aytgandek hot module replacement nimamiz ham, serverimiz ham, WebSocket serverimiz ham ishlab turadi. Va undan keyin bizga demak brauzerimizga bu kodlar yetib keladi. Lekin bizni yozgan kodimiz aynan brauzerga yetib bormaydi, chunki orada ancha-muncha demak o'zgarishlar bo'ladi. Ko'k yashil zonalarga bo'lib qo'ydim. Bularning ma'nosi nima? Biza o'sha loyihamizning source kodini yozayotgan paytimiz, ya'ni bizada Vite yoki Webpack bilan qilingan dasturimiz bor deylik. Ularni kodini yozayotgan paytimizda biza brauzerga mo'ljallab kodlarni yozishimiz kerak. Albatta bizda masalan Node API'lardan xohlagancha ishlatishimiz mumkin. Chunki bizda Node modules bor, xohlagan narsamizni import qilishimiz mumkin, xohlagancha system call qilishimiz mumkin. Lekin bu narsalar transpilyatsiyadan o'tadi. Transpilyatsiyadan o'tayotgan paytda yoki catch bo'ladi. Agar bu yoqda o'sha konfiguratsiyaga bog'liq, agar bu yoqdan o'tib ketsa ham, albatta bu nimamiz kodimiz brauzerda ishlamaydi. Shuning uchun biz har doim loyiha kodini, demak source kodimizni yozayotgan paytda brauzerga moslab yozishimiz kerak bo'ladi. Va bizning bundlerlarimiz hammasi demak Node.js muhitida ishlaydi. U yoqda xohlagancha biz bu API'lardan foydalansak bo'ladi. Chunki Node.js API'lardan foydalansak bo'ladi. Chunki biz fayllar bilan ishlayapmiz. Hamma narsa kompyuterimizning o'zida. Source kodni yozayotgan paytimizda esa biz user haqida o'ylaymiz. Chunki user bu kodimizni demak biz brauzerda ochish kerak bo'ladi. Ancha-muncha tajribasi bor odamlarga bu narsa aniq bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik shu ikki narsani adashtirib qo'yishi mumkin. Men adashtirardim, to'g'risi, boshlagan paytim. Nimaga bu bunaqa masalan Node.js dagi narsalarni ham ishlatsam bo'ladi-ku, mana qilsam bo'ladi-ku. Yo'q, ikkalasini API'ni demak ajratib olish uchun nima uchun yozayotganimizni demak o'ylashimiz kerak. Xo'p. Va endi bundlerlarni o'zi haqida ozgina gaplashadigan bo'lsak, menimcha bu joyi tushunarli bo'ldi.
iloji boricha chuqurroq kirib tushuntirishga harakat qilyapman. Balki bir narsalarni o'tkazib yuborayotgandirman, balki sizlarda savollar bordir. Agar kimda savol bo'ladigan bo'lsa, qo'linglarni ko'tarsanglar javob berib o'tib ketaman. Balki nimalar aytmay o'tib ketdim yoki kimgadir nimadir qiziq bo'lishi mumkin. Hop, agar savollar bo'lmaydigan bo'lsa, aynan demak bandlerlarni o'zi haqida ozgina gaplashaylik. Xususan Vite haqida. Vite'ni ishlash mexanizmi haqida gaplashadigan bo'lsak, demak bizda Vite bu bandlerlarimiz development va production environmentlari uchun bizni kodlarimizni demak bundle qilib beradi, yig'ib beradi. Bu listda o'qib berganimdan ko'ra menimcha demak kanalda ko'rsatib berganim yaxshi hammasini diagrammalada. Demak biza yozadigan kodimiz yana bir marta aytaman, komponentlardan iborat va bizda bitta entry pointimiz bor. TypeScript ishlatyapmiz deb qaraydigan bo'lsak, demak main.ts index HTML ga ulangan bo'ladi. Va bizga kerak bo'lgan narsa, demak browser tushuna oladigan JavaScript va uni index HTML ga qo'yishimiz kerak. Va bu bundle, ya'ni yig'ilgan JavaScriptimizdan kutadigan narsamiz, demak tipizatsiya bo'lishi kerak. Agar demak TypeScript ishlatayotgan bo'lsak, optimizatsiya qilingan bo'lishi kerak. Ya'ni yo'da ortiqcha kod bo'lmasligi kerak emas. Demak kutubxonalarning kerak emas qismlari agar modullarga bo'lingan bo'lsa, kerak emas joylarni olmasligimiz kerak, ixcham bo'lishi kerak va barcha brauzerlarda ishlaydigan bo'lishi kerak. Demak, bunda albatta polifillar bu haqida yana gaplashamiz. Va module yoki fayl yuklashda demak xatolar bo'lmasligi kerak. Mana shu sistemani ham o'z ichiga olish kerak. Chunki biza source kodimizni yozayotgan paytimizda ancha-muncha fayllardan foydalanamiz. Har xil strukturada tuzamiz. Ularni biz bitta faylga jamlayotgan paytimizda, demak o'sha bundlelarimiz tuzadigan kod, yig'ib beradigan kod shu taraflama stabil bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, biza umuman build tool'imizda mana shu narsani xohlaymiz. Ana endi Vite o'zi haqida gaplashadigan bo'lsak, Vite.js o'zi qanaqa ishlaydi? Bizda asosan bitta entry pointimiz bo'ladi. main.ts degan. Kelinglar bitta Vite demak proyekt yasaylik. Demak, yarim create Vite komandasi orqali biz yangi Vite proyekt yaratsak bo'ladi. Hozirgi savollar beradi. Shunchaki Vite project bo'la qolsin. React'da qilamiz va TypeScript tanlaymiz. Va kodimizni ochadigan bo'lsak, Vite project mana bizda Vite'da yasalgan demak template shablon dasturimiz. Albatta bu yoqda yarim install qilib olishimiz kerak. Shunchaki yarim qilsak ham ishlaydi. Chunki bizda shunchaki konfiguratsiyon fayllarimiz bor. Mana o'zi yo'q. Hop, ko'rib turganingizdek Vite proyektlarimizda entry pointimiz demak index.html eng birinchi ko'radigan faylimiz, ya'ni bizni single page applicationimizni asosiy sahifasi. So'ramadim, TypeScript ishlatadiganlar bormi? Ko'pchilik ishlatsa kerak. Qo'linglarni ko'tarib yuborsanglar. Hop, yaxshi. Ko'pchilik bilar ekan. Hop. TypeScript o'zi mana qaranglar, bizani index.html sahifamiz. Bu yerda script type module qilib, source qilib main.tsx faylimizni kiritib qo'yganmiz. Main.tsx fayli bizani entry pointimiz hisoblanadi. Ya'ni mana shu fayl orqali hamma fayllar import bo'ladi. Bitta mana shuni demak biz index.html faylimizga kiritib qo'yganmiz.
ko'rinib turibdiki, bu faylni o'zi ham demak preprocessingdan o'tadi, chunki shunchaki bu faylni demak hozir brauzerda ochadigan bo'lsak, bu ishlamaydi. Demak, bizda entry point faylimiz bor, main.ts yoki tsx bo'lishi mumkin. Bu yerga komponentlarimiz keladi. Ko'rib turibsizlar, masalan, bu yerda bittagina app komponentimiz bor. Va vid nima ish qiladi? Mana shu entry point faylimizdan boshlab hamma import qilingan fayllarni analiz qilib chiqadi. Ya'ni biza birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa brauzerda ishlaydigan JavaScriptni demak yasash. Chunki biz bundle qilishimiz kerak fayl nimamizni, proyektimizni. Ya'ni bitta bundle.js degan nimaga olib kelishimiz kerak faylga. Butun proyektimiz. Shuning uchun ketma-ketlik mana bunaqa bo'ladi. Demak, komponentlarimizni birinchi navbatda tiplar, agar TypeScript ishlatgan bo'lsak, JavaScript ishlatayotgan bo'lsak, bu nimamiz yo'q. Bu qismi yo'q. TypeScript ishlatayotgan paytimizda demak tiplar tekshiriladi. Biz demak agar serverimizni yoqadigan bo'lsak, adashmasam yarim devda, start emas, dev. Yarim dev qilsak, demak vid serveri ishga tushdi va ochadigan bo'lsak, demak template shablon proyektimizni ko'ryapmiz. Hop. Albatta boya aytganimdek, bu yerda yozilgan kodlarni shunchaki brauzerga beradigan bo'lsak, bularni o'qiy olmaydi. Shuning uchun birinchi qiladigan ishi, demak TypeScriptda yozilgan bizga tip bo'yicha demak xavfsizlik kerak. Shuning uchun tiplarni tekshiramiz. Buni TypeScript kompiler qilib beradi. Chunki vidni demak dependencylardan bittasi bu TypeScript. Tiplarni tekshiradi va o'sha komponentlarimiz tiplari tekshirilib, demak tiplarini endi olib tashlaymiz. Chunki TypeScript bu brauzerda ishlaydigan kod emas, lekin ularni type annotatsiyalarini olib tashlaydigan bo'lsak, shundoq demak brauzerda ishlaydigan JavaScript kodimiz qoladi xolos. Masalan, demonstratsiya qilib beradigan bo'lsam agar, aytaylik bizda shunchaki a.ts degan faylimiz bor deylik. Bitta variable create qiladigan bo'lsak, number teng 5 qiladigan bo'lsak, hop. Agar biz buni TypeScript orqali kompilatsiya qiladigan bo'lsak, aytaylik, u boshqa narsa chiqarib yubordi. No, xullas, bu proyekt o'ziga qarab yubordi menimcha. Lekin qaranglar, TypeScriptda shunchaki mana shu faylimizni agar biz kompilatsiya qiladigan bo'lsak, bizga chiqarib beradigan kodi demak tiplarsiz, shunchaki constant ishlatilmagan var a teng 5 degan holatga keladi. Demak, mana bu type annotatsiyalarning hammasi o'chib ketadi degan. Xo'p. Va tiplarni olib tashlash demak ESBuild'ni o'zi qiladi. Tiplarni tekshirishni TypeScript kompilator qiladigan bo'lsa, tiplarni olib tashlashni ESBuild demak kutubxonasi qiladi. Nega ikkalasiga ikki xil tool ishlatyapmiz? TypeScript konfiguratsiya bizda aynan TypeScript uchun yozilgan mana. Biza mana shu TypeScript kompilatori ishlatayotgan paytimizda mana shu konfiguratsion fayllarimizga qaraydi birinchi navbatda. Lekin biza mana bu type annotatsiyalarini olib tashlashimiz uchun bizga TypeScriptda mana bu konfiguratsiyalarni o'zi shart emas. Shunchaki mana shu kodimizni statik analiz qilish orqali mana shu type annotatsiyalarini olib tashlasak bo'ladi. Uning ustiga TypeScript JavaScriptda yozilgan, shuning uchun sekinroq ishlaydi ESBuild'ga qaraganda. ESBuild haqida kim eshitgan? Kim biladi? Qo'ldan ko'tarib yuboringlar. Nahotki bitta odam bilsa faqat. Qiziq. ESBuild nima? Babel.js haqida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Babel.js. Qo'ldan ko'tarib yuboringlar, Babel.js bilsanglar. Babel.js ko'pchilik biladi. Babel.js nima qiladi? Demak, kodimizni analiz qilib, buni browser compatible ko'rinishga olib keladi. Masalan, aytaylik, bilmadim, hozir ko'p narsa уже support qilinadi, bu yerda nima yozishni ham bilmayman. Shunchaki biz kodimizni qanaqadir fancy kod yozadigan bo'lsak,
Oldinlari masalan promise yozish uchun ham oddiy promise yozish uchun ham polyfilllar bizga kerak bo'lardi. Ya'ni promise uchun alohida kod, demak Babel polyfilldan foydalanib ko'p kod yozish kerak. Ya'ni promise o'zi demak brauzer bizga bermaydi. Uchun biz polyfill ishlatamiz, ya'ni qo'shimcha o'sha simulyator o'shunga o'xshash, demak API ga o'xshash boshqa funksiyalar, obyektlar to'plami. Shunaqa. ESBuild bor. ESBuild ham mana shu transpilyatsiya ishini qiladi. Babel.js eng birinchi o'sha transpilyatorlardan bittasi, ommabop bo'lishga ulgurgan o'zining paytida o'sha transpilyatorlardan bittasi. U JSX ham konvertatsiya qilib berishi mumkin. Hozir bilmayman bu yerda JSX yozsam bo'ladimi, yo'qmi? Masalan, yozib beryapti. Mana shu ish qiladi transpilyator Babel'imiz. ESBuild ham xuddi o'sha ish qiladi. Plus bu yerda TypeScript support bor. Ya'ni TypeScript bilan ham ishlaydi ESBuild. Va bu ancha tez. Qaranglar, qanaqa performance nimasi bor. Webpack qanaqa ishlayapti? Webpack demak Babel'dan foydalanadi. Rollup, keyin Tensor, keyin Parserlar bor. Ular o'zini demak o'sha transpilyatsiya enjinlarini yozib chiqishgan. ESBuild nimaga tez ishlaydi desanglar, qaranglar. Yarim sekunddan vaqt olmayapti. Qolganlari 1 minutlab vaqt olayotgan paytda. ESBuild native kodda yozilgan, Go da yozilgan. Ya'ni juda ham tez ishlaydigan, o'sha kompilyatsiya qilingan holatda ishlaydi. Bu boshqalardan farqi, boshqa demak mana bu tillarimiz hammasi JavaScript yozilgan. JavaScript bunchalik tez til emas agar kompilyatsiya qilinadigan tillar bilan solishtiradigan bo'lsak. Go tezlik bo'yicha C++, C, Rust bilan bellasha oladi. O'shaning uchun ham mana shu tullarimizni, demak oddiy biz JavaScript uchun ishlatadigan tullarimizni mana shu native nimada yozganimizda shu darajada tezlik ko'ryapmiz. Vite mana shu ESBuild ustiga qurilgan nimalardan, demak tullardan bittasi, uskunalardan, dasturchi uskunalardan bittasi. Xo'p, qayerda edik o'zi? Vite haqida gaplashayotgandik. Demak, tiplarni tekshirish uchun TypeScript o'zidan foydalanamiz. Proyektimizdagi kodlarni tekshirish uchun o'sha tip annotatsiyalarni olib tashlash uchun bo'lsa, biz shunchaki ESBuilddan foydalansak bo'ldi. Ya'ni Vite ESBuilddan foydalanadi. Bu yerda istalgan transpilyatorni ishlatsak bo'ladi. Masalan, TypeScript o'zidan foydalansak ham bo'ladi, lekin Vite ESBuild ishlatadi, chunki bu ancha tez. Millisekundlarda hamma narsani demak transpilyatsiya qilib, oddiy JavaScript holatiga olib kelib beradi. JSX dan JS ga transpilyatsiya qilish ham. Mana Babel'ni ko'rdik, mana bizga transpilyatsiya qilib berdi. ESBuild ham o'sha ish qila oladi. Va bu yoqda bizda nafaqat demak tip annotatsiyalarni olib tashlash, balki ana shu JSX dan JS ga transpilyatsiya qilish, kompilyatsiya deb yozibman. Ikkalasining albatta farqi bor. Transpilyatsiya qilishda demak ESBuilddan foydalanamiz, chunki juda ham tez ishlaydi. Yoki bo'lmasa o'sha boya aytgandek TypeScriptdan foydalansak ham bo'ladi, lekin Vite asosan ESBuilddan foydalanadi agar konfiguratsiyani o'zgartirmasak. Chunki biz Vite pluginlar yozishimiz mumkin, xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin. Kod baribir o'zimiz qo'limizda, kontrol o'zimizda. Xo'p, kodimiz demak brauzer o'qiydigan holatga keldi. JavaScriptni ham JavaScriptga ba'zida kompilyatsiya qilishimiz kerak, u joyiga kelamiz. Demak, mana shu tiplarni olib tashlab, annotatsiyalarni olib tashlab, JSX JS holatiga keltirsak, o'sha brauzerga tayyor, brauzer o'qiy oladigan, brauzer interpretatsiya qila oladigan kod holatiga olib kelgan bo'lamiz. Undan keyin nimalar qilishimiz kerak? Hali ishimiz bitgani yo'q. Bu kodni brauzerimiz hali tushunmaydi. Bu kodni keyin biz importlarini to'g'rilashimiz kerak. Chunki biza import qilib yozayotgan paytimizda e'tibor beringlar. Ham fayllar bizga kerak emas, o'chirib tashlayman. Mana main.ts faylimiz turibdi. Biza app.tsx deb yozishimiz shart emas mana bu yerda. Qilaman. app.tsx qo'shib qo'yibdi. Hozir. Ups. Men nima ochyapman bu yerda?
uzr so'rayman. Xo'p. Demak, shunchaki app deb yozib qo'ysam ham bo'laveradi. Boya aytdim, biz extension mana bu import nimalarga, pathlarga biz URL deb qarashimiz kerak. Ustiga olib borsam absolute pathni ko'rsatyapti menga qayerda joylashganini. Lekin biza source code yozayotgan paytimizda unaqa extension qo'yishimiz shart emas. Ya'ni URL deb qarashimiz shart emas. Node.js environmentda yozyapman deb mana shu importlarni shu ko'rinishda yozib ketsak bo'ladi. Chunki bu bizga beradigan imkoniyat, dasturchi muhiti beradigan imkoniyat. Webpackda ham shunaqa, Vitda ham shunaqa. Faqat CSS fayllar emas, chunki JS fayllar bilan adashtirib yuborish mumkin. Xullas shunaqa. Demak, mana shu importlarni to'g'irlash bo'ladi. Shunchaki relative URL yozib qo'ysa ham ishlamasligi mumkin. Tasavvur qilinglar, biza main ts mana shu nimamiz boshqacha URL turibdi deylik. Masalan, /aytaylik user/profile degan nimalar turibdi deylik. Agar biz shunchaki yonaqa relative URL berib qo'yadigan bo'lsak, relative URL deyarli ishlamaydi o'zi. Nimada agar brauzerga load qiladigan bo'lsa, agar buni beradigan bo'lsak, bizni demak applicationimiz app.js import qilayotganda user/profile/app deb qidiradi. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Bunaqa yozib ko'rsatdi. Ya'ni mana shu URLdan bizni nimamiz qidiradi. Chunki biz relative URL berdik. Qachon slash bilan yozsak, slash nuqta bilan yozadigan bo'lsak, relative mana shu URL pathdan qaraydi. Bu shu demak bizga kerak narsa emas. Bu biz aytyapmiz relative to main.js, ya'ni main.js ga nisbatan mana shu bitta papkada joylashgan fayl deyapmiz. O'shaning uchun bu narsalarni ham transpilyatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Importlarni to'g'irlanadi va relative path demak to'g'irlanib chiqadi. Bundan tashqari React masalan librarylarimiz bor bizda. Librarylarni qanaqa import qilamiz? Librarylarimiz mana bitta Node modules ichida yotibdi, qayerdadir. Bularni ham pathlarini to'g'irlab chiqishimiz kerak, chunki serverimiz mana shu papkada run bo'lyapti, mana shu yerda. Va bizni serverimiz bilish kerak qayerdan o'sha bibliotekani fayllarni serv qilishi. Ya'ni bu yerga o'rniga tushadi Node modules nimadir xullas pathlari yozilgan bo'ladi. Shunaqa qilib transpilyatsiya holatidan o'tadi. Bu narsani bilib qo'yish kerak, chunki debugging uchun juda ham asqotadigan narsa bu narsa. Ya'ni sizlarga hozir qiziq bo'lmasligi mumkin bu narsa, lekin qanaqa ishlashini, bu pipeline tushunmasanglar, debugging qilish shunaqa osonlashib ketadi. Ya'ni butun boshli proyektni sizlar kontrol qila olasizlar-da. Ya'ni hech qanaqa magic yo'q, hech qanaqa sehr jodu yo'q. Hamma narsa bu aytgandek mantiqqa asoslangan, kodga asoslangan, hammasi ishlaydi. Xo'p. Demak, importlarni to'g'irlash demak Vitni o'zini demak Vit kutubxonasini o'zi qiladi, ya'ni ichida shunga mos kodlar, nimalar, funksiyalar yozilgan. Xo'p, va extensionlarni qo'yib chiqadi, ya'ni shunchaki biz fayl nomini berib qo'yadigan bo'lsak, bu JS deb qo'yib chiqish mumkin yoki TSX deb berib qo'yish mumkin. Transpilyatsiyalarning hammasi o'zi qilingan bo'ladi, shunchaki bu URL. Xo'p. Va qo'shimcha transformatsiyalar bo'ladi. Agar Svelte yoki Vue ishlatayotgan bo'lsak, demak, ularda ko'pincha stillar bilan JavaScript, templatelar aralash holatda yozilgan Svelte yoki Vue fayllarda yozilgan bo'ladi. Ularni ajratib chiqish kerak bo'ladi. O'sha ishlarni qilishi mumkin, demak Vit va polyfilllar qo'yib chiqishi mumkin. Masalan, bu aytganimdek, oldinlari o'sha Promise API nimada bo'lmasdi. Brauzerda bo'lmagan yoki boshqa aytaylik, array yangi metodlari bor edi, masalan, hozir hamma brauzerlar support qiladi, masalan flat, array, prototype flat yoki two sorted degan nimalarimiz, array metodlarimiz. Ular uchun alohida JavaScript funksiyalar yozib, qo'lda yozilib, shu o'zimiz programmamizga kiritilgan bo'lishi kerak bo'lardi. Polyfilllar o'sha narsa. Va muhit o'zgaruvchilari, environment variablelarimiz bor. Masalan, men import.meta.env qilib
environment variable'larni nima qilsam bo'ladi, o'qisam bo'ladi bemalol. Kodimda bemalol ishlatish mumkin. U aslida o'zi bu Node.js environmentdan kelayotgan narsa. Lekin transpilyatsiya bo'layotgan paytda bular hammasi oddiy stringga aylanib qoladi. Oddiy string qilib, demak kodimizga inject qilinadi bu narsa. Yoki mana shu nimalar obyektlar brauzerdagi obyektlarga bu narsalar assign qilinadi. Xo'p. Narsani olib tashlayman. Qo'shimcha transpilyatsiyalarga o'sha kiradi. Xo'p, mana shu ishlarni bajarib bo'lganimizdan keyin ana endi kodimiz bemalol brauzerda run bo'lishi mumkin. Demak, transpilyatsiyalarni qildik, brauzer tushunadi va pathlarni va polifillarni qo'yib chiqdik. Ya'ni brauzer support qilmaydigan API'larni ham qo'shdik o'zimiz. Undan keyin demak developmentga tayyor. Kodimiz brauzerda ochyapti. Undan tashqari endi ga bo'ladigan o'zgarishlarda demak hot module replacement demak nimamiz algoritmimiz ishlashi kerak bo'ladi. Kim biladi hot module mana shu HMR qanaqa ishlashini internally? Kim qiziqib ko'rgan? Qo'l ko'taringlar. Mubashir bilganlaringizni aytib bera olasizmi? Qisqacha bo'lsa. HMR hard bu asosan live reloadingga ishlaydi. Bunda biz kod editordan qilgan change'imiz WebSocket orqali o'zini check qiladigan toollarga boradi. Unda change tekshirib brauzerga chiqarib beradi. Bunda React o'zi asosan o'sha Webpack WebSocketdan foydalanadi adashmasam. Rahmat javob uchun. Masalan, o'ylab ko'rganmisizlar, qanaqa qilib o'zi shu WebSocket orqali ulangan, demak, mana shu servisimiz ishlab turgan kodni replace qilishi mumkin. Masalan, hozir men agar mana proyektimiz turibdi. Aytaylik, bizda counter bor. Update qilaman. Counter nimamizni, demak, mana shu app komponentimizni o'zgartiraman. Vue plus React masalan JS shunchaki update bo'ldi mana. React JS o'zgardi. Qaranglar, men butun boshli komponentni o'zgartiryapman. Qaranglar. Mana shu nimani olib tashlayman, headerni olib tashlayman. Lekin state'imiz hali ham preserve bo'lyapti. Qanaqa qilib? Kim biladi qanaqa ishlatayotgan? Boshir, balki siz bilarsiz. Yo'q. Masalan, agar savol tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, tasavvur qiling, biz kodimiz ishlayapti, aynan real time. Mana kodimiz brauzerga keldi. Mana boshqatdan reload qilaman. Skriptlarimizni load qildik. Mana applicationimiz render bo'ldi. JavaScript kodimiz ishlayapti. O'sha binar kodimiz JavaScript orqali nima CPU da run bo'lyapti-da hozir. Lekin biz o'shani bu yoqda ishlatyapmiz-da. Bu narsa update bo'lib, mana shu update bo'lgan faylni bu yoqqa jo'natyapti-da. Qaytadan run qilyapti, lekin state'imiz ham saqlanib qolyapti, aytaylik. Ya'ni juda ham seamless. Bu adashmasam biz state update qilganimizda u real DOMda ham update bo'lib qolgan hisobiga deb o'yladim hozirgi holatda. Biz u yoqdan state update qilsak, u qaysi joyi o'zini o'zgartiramiz. Imminni change qilingan state'imiz. U DOMni tekshiryapti, tekshirgandan keyin state'ni o'zgartirmaganimiz hisobiga u DOMda state yangilamadi. Ya, juda ham yaqin, to'g'ri javob desam bo'ladi, chunki o'zi aynan mana shu bizaga yangi fayl kelganda qanaqa ishlashini sizlarga aytib bera qoling, qiynamasdan sizlarni. Masalan, mana shu komponentimizni biz o'zgartirish kiritdik va WebSocket orqali bu change'larimiz demak jo'natiladi brauzerimizga. Save qilaman. Mana shu soatda mana
HMR update uptsx bo'ldi. Bu narsani demak brauzerdagi vidni o'zi glue code, ya'ni vidni o'zi qo'shib jo'natgan, dasturchi muhit uchun qo'shib jo'natgan kodlari ilib oladida update qiladi. Xo'p, ishlayotgan kodimizni qanaqa update qildik? O'zi aslida mana shu importlarimiz, mana shu fayllarimiz to'g'ridan to'g'ri serverga transpilyatsiya qilayotganimizda biz shunchaki transpilyatsiya qilmaymiz. Ya'ni boya aytdim, type annotatsiyalarini olib tashlaymiz, JSX JavaScriptga o'zgartiramiz dedik, mana bu import nimalarni URLlarni to'g'rilab chiqamiz dedik. Undan tashqari yana bitta qiladigan ishi, har bitta fayllarimizni bitta mapga, ya'ni hash mapga joylab oladi bit. O'sha holatda demak bu yoqqa serve qiladi. Va o'sha hash mapda demak biz faylni o'zini emas, faylni ishlatadigan yana bitta оболочкamiz, ya'ni wrapper nimamiz bo'ladi, o'rab turadigan kodimiz bo'ladi. O'sha kod ana shu hot module replacementga javobgar bo'ladi. Kelyaptimi? Ishlab turgan kodni aytadi. Masalan, qaysidir funksiya aytaylik, bu komponentimiz o'zi funksiya, to'g'rimi? Komponentimiz render bo'lyapti. Render bo'layotgan paytda mana bizga yangi o'zgarish keldi deylik networkdan. uptsx mana yangi o'zgarish kelyapti. Kelayotgan paytda mana shu kodni qismini ko'ryapsizlarmi? Meta hot bo'lsa, anaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Xullas register qilyapti. Mana shu faylni. Va keyin serve qilyapti. Ya'ni biz to'g'ridan to'g'ri faylni o'zini yoki kodni replace qilmaymiz. Faylni o'zini registratsiya qilib, uni demak yana bitta bizda bibliotekamiz bor, React Reload degan. O'sha biblioteka orqali nima qiladi? Boshqariladi bu narsa. React Refresh ekan, adashtirib yubordim. Mana qanaqa kodni inject qilgan, inyeksiya qilgan bizni app.js faylimizga. React Refresh qiladigan ishi aynan mana shu nima deydi? State saqlab qoladigan nima? State saqlab qolish. State'ni qanaqa saqlab qoladi? Bu React qiladigan ish qiladi. Masalan, shunchaki hot module replacement bo'ladigan bo'lsa, kodimiz update bo'lmasligi kerak edi bu yoqda. O'zini-o'zi masalan refresh qiladigan hech qanaqa funksiya bermaydi. Shunchaki web socketni yoqib qo'yib, yangi faylni va bu yoqqa serve qilish. React refresh qiladigan ishi yangi fayllarni ilib oladida, o'sha register qilingandan keyin React DOM3 ga qarab chiqadi. Qanaqa update qilishim kerak, nima o'zgardi. Va o'sha komponentni yangi key bilan, o'sha key prop bilsanglar, o'sha key bilan qaytadan render qiladi. Kerak joyini faqat. Chunki u alohida div qilib chiqadi. Yangi komponent keldi deydi, o'sha komponentni oladida React refresh React ketadi. Mana update qilishing kerak deb o'zi demak update'larni berib turadi. O'shana hisobiga mana shu hot module replacement, ya'ni live reloading ishlaydi. Eng boshida birinchi versiyalar, masalan React o'sha Webpack bilan ishlatadigan paytimiz shunchaki full reload bo'lardi masalan. Bunaqa nima deydi, fancy narsalar, zo'r narsalar yo'q edi u payt. Shunchaki web socketida yangi fayl o'zgarsa, shunchaki reload qiladigan o'shanaqa nima edi. Hozir endi ancha-muncha takomillashgan, mana shunaqa usullardan foydalanib bizda live reloading ancha-muncha yaxshilashgan. Xo'p, recap qiladigan bo'lsak, demak adashib ketdim. Recap qiladigan bo'lsak, demak mana shu live reloading HMR inyeksiyamiz inyeksiya qilayotgan paytda React refresh degan bibliotekadan foydalanib inyeksiya qiladi vid va bizda fayl o'zgarishlar bo'lgan paytda o'sha o'zgarishlarni demak o'zgarishlar bo'lgan paytda yangi fayl borligi haqida web socketdan demak brauzerimizga signal jo'natamiz va brauzerimizda React refresh demak kutubxonasi ishlayotgan bo'ladi. O'sha React refresh demak DOM3 ni analiz qilib, yana bir marta nimani replace qilish kerak bo'lsa, o'shani replace qilib chiqadi. Xuddi React qiladigan ish, React yonida ishlaydi. O'shanaqa qilib, demak bizani live reloadingimiz ishlar ekan.
Xo'p, va o'sha narsa qayta nima qilaveradi, demak, har safar HMR bo'lganimizda maintenance'imizga qaytib kelamiz, qaytadan o'qiymiz programmamizni, nima qiladi. Bu o'sha React refresh qiladigan ish, albatta. O'sha registratsiya qilingan fayllarni qaytadan ko'rib chiqib, nima o'zgardi, nimani qaytadan, demak, refresh qilish kerak degan holat. Xo'p, bu endi development bo'yicha, masalan, biza dasturimizni yasayotgan paytimizda bo'ladigan, o'sha dasturchi muhitda bo'ladigan ishlar. Productionga keladigan bo'lsak, productionda bu narsalarni deyarli hech qaysi yo'q. Даже ESBuild ishlatmaydi Vite. Uni o'rniga Rollup ishlatadi. Boya ko'rdinglar, ESBuild o'zini saytiga kirsam, ya'ni Rollup o'zi kompetitor. JavaScript yozilgan Rollup, demak, mana ESBuild ikkalasi kompetitor bo'ladigan bo'lsa, Vite aynan production buildga kelgan paytda Rollup ishlatadi. Chunki Rollup ancha-muncha pluginlari bor. O'zi pluginlari juda ham ESBuild o'zi bilan ham compatible. Lekin production buildga kelgan paytda Rollup ishlatadi ESBuild o'rniga. Va minifikatsiya, chunklarga bo'lish, boshqa qilish, entry pointlarni hammasini, demak, qo'yib, o'shanga mos bandlarni yaratib beradi Vite. Xo'p, kim Vite pluginlar yaratib ko'rgan, yasab ko'rgan oramizda? Shunchaki masalan custom, ya'ni npmga yoki qadar publish qilgan demayapman. Masalan, proyekt o'ziga kerak bo'lib qoldi, qo'shimcha transpilyatsiya bo'lishi mumkin, qanaqadir transformatsiyalar. O'sha ishlarni qilib ko'rgan bormi? Xo'p, Mubashir, qanaqa plugin yozib ko'rgansiz? Asosan bizda bitta editor borda, editorni hajmi katta bo'lgan, shunga alohida proyekt qilib olib chiqishga to'g'ri kelgan. Uni o'zimiz asosiy appimiz Next.js bo'lganligi uchun o'sha editorni White yozib, Next.jsga mikrofrontend qilib chaqirib qo'yganmiz. Tushunishim bo'yicha, demak, multiple entry pointlar bo'lgan sizlarda bu narsani qilish uchun. To'g'rimi? Uni shunaqa. Tushunarli. Xo'p, juda ham zo'r. O'zi Vite pluginlar yozish unchalik qiyin narsa emas. Bu masalan, o'zi Vite pluginlar ko'pincha yozish shart bo'lmaydi, lekin buni bilib qo'yish juda ham foydali. Masalan, hozir bugun plugin yozish ko'rsatish niyatim yo'q, shunchaki qanaqa ishlashini ko'rsatib bermoqchiman. Yoki ko'lab ko'rsak bo'ladi, masalan, pluginlar qanaqa ishlaydi. React pluginimiz bor. Demak, Vite config faylimizda pluginlarga React beramiz, ya'ni React uchun nima kerak bo'lsa, mana shu pluginning ichida hammasi bor. Demak, TSX, demak, transpilyatsiya qilish, yana aytaylik boyaga nima deydi, live reloading, o'sha narsalarni inyeksiya qilish, boshqa narsalar hammasi shuning ichiga joylashgan. Yana bitta savol, kim debugging qilayotganda umuman application o'sha programma yozayotgan paytda node modules kovlaydi debug qilish maqsadida? Qo'llarni ko'taringlar, kim o'sha ish qiladi? Mana shu yerda ochib ko'lab ko'radi source code'ni. Samandar, Mubashir, Samandar, nima misol keltira olasizmi, qachondir o'sha ish qilganingiz bo'yicha? Bir marta qaysidir proyektda bo'lgan, endi qaysi packageda esimda yo'q u. Kirib dist faylni, assetslarini ko'rib aynan JS fayllarini. Bitta functionda error bergan edi, o'sha functionni source kodini ko'rmoqchi bo'ldim. Endi eslolmayman, lekin aniq qaysiligi. Tushunarli. Mubashir, sizdachi? Bizda asosan Gravity UI bilan ishlayotganda kuzatilgan u narsa, Gravity UI ni ishlatayotganda HTML elementga berilgan overflowni o'zgartirish imkoniyatini biz topa olmaganmiz. Uni topish uchun bibliotek node modulsi ichidan kirib 9000
600-nechinchi qatordagi ham kodda komment ko'rishga to'g'ri kelgan. Aha. Keyin o'sha editorda ham lokalda deploy build qilganimizda yaxshi bo'lgan, lekin serverga buildga berganimizda error bergan. Keyin uni biz o'sha Dockerda build qilganimizda serverda boshqa versiya ko'tarayotgan ekan. Installni. O'sha hisobidan ham chiqqan. Tushunarli. Ko'pincha shunaqa holatlar bo'lib turadi. Menda ham asosan o'sha demak qanaqadir dependency biblioteka ishlatayotgan bo'lsam, uni ko'lab ko'raman. Nima qanaqadir xususiyati kerak yoki qanaqa ishlashini ko'rmoqchiman deylik. Mana shu narsani qilsa bo'ladimi deb nima qilish uchun, qarash uchun ko'pincha node modules ochib yoki shunchaki ustiga bossa React'da ko'pincha o'zi TypeScript fayllarni chiqarib beradi. Biz Types emas, shuning uchun node modules o'zini ochib React qidirishga to'g'ri keladi. Keyin React'ni ochib, keyin yana bitta mana shu jumboq bor, qaysi fayldan serve bo'lyapti degan. Albatta productiondan bo'lmaydi, chunki hozir development serverimiz run bo'lyapti. Demak, development.js dan nima qiladi? Lekin shunaqa nimalarimiz bor, bibliotekalarimiz bor. Shu to'rtta fayllarni nima qilib qo'yadi? Berib qo'yadi distda. Hozir bu yoqda qaysi bibliotekani qarasak bo'ladi. Menda shunaqa holat bo'lgan. Bittasini qaraylik. Dist qilayotgan paytda bizda masalan ECMAScript 2015 uchun masalan o'sha import exportlari bor. Fayllarimiz bo'ladi ba'zida MJS nimasi bilan qilingan MJS kengaytmasi bilan qilingan fayllarimiz bo'lib qoladi ba'zida. Yo'da topolmayman hech qanaqa nimani bibliotekani unaqa setup bilan. Xullas o'shanaqa vaziyatda ko'pincha source faylni o'zida bo'ladi. Source faylni o'zidan serve qilinayotgan bo'ladi. Masalan, aynan distda ichidan emas, ba'zida bunaqa holatda nimaga ham qarash kerak? Entry point qaysiligi, masalan main yoki module yoki types shunaqa entry pointlar berilgan va proyektimizni o'zi qanaqa nimada stilda yozilganiga ham bog'liq. Masalan, biz require'dan foydalanib qilayotgan bo'lsak, umuman hozir node modules qo'llash haqida gapiryapman. React'dan ozgina chekka chiqib ketdik. Masalan, Node.js application yozayotgan paytda yoki script yozyapsiz shu programma uchun. Masalan, biz require ishlatib nimadir nima qilayotgan bo'lsak, import qilayotgan bo'lsak, require'dan foydalanib qilayotgan bo'lsak, demak oddiy distdagi oddiy JS fayllar bo'lishi kerak bo'ladi. O'shadan nima qiladi yoki maindan. Module bo'ladigan bo'lsa, hammasi MJS. Bu yoqda import export nimalari, keywordlari ishlatilgan bo'ladi ko'pincha. Ko'raylik. Bu UMD. Masalan, MJS da bemalol import exportlar ishlatilgan. Ba'zida konsol loglar qo'yib ko'rib debug qilaman. Qo'ygan fayldan chiqmaydi ba'zida. Va ko'pincha shunaqa ba'zi bibliotekalarda dependencylar yaxshi nima qilinmagan bo'ladi. Organize qilinmagan bo'ladi. Yoki shunaqa o'zi setup qilingan bo'ladi. Ya'ni node modules ichidagi package o'zida yana bitta node modules paydo bo'lib qoladi. O'sha node modules ichidagi nimadan bibliotekadan ishlayotgan bo'ladi kod. Bu yoqdagi nimadan emas, surface level'dagi emas. O'sha narsaga ham ba'zida e'tibor berish kerak. Xo'p. Nimaga bu narsalarni aytib beryapman? O'zi node modules nima qilish, kavlash umuman debugging qilishda nima deydi, juda ham asosiy xatoda, ya'ni bu yoqqa qarab bibliotekalar o'zi qanaqa ishlaydi, ichida demak qanaqa funksiyalar, qanaqa ketma-ketligida ishlayapti, bu narsalarni qarash ham demak chuqurroq
o'zi programmangiz qanaqa ishlayotganini tushunishga yordam beradi. To'g'ri, siz ishlatayotgan kutubxonani demak test qilayotganingiz yo'q. Uni debug qilishni xohlamaysiz, lekin o'zingizni demak programmangiz qanaqa ishlayotganini tushunish uchun, o'zingiz xohlaganday ishlashi uchun o'sha programmani demak ba'zida qarab u yoqdagi sabablarni qidirishga to'g'ri keladi. Lekin ko'pincha agar qanaqadir bug bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, birinchi failure point albatta o'zimiz kodimizdan qarashimiz kerak. Keyin dependencylarni tekshirish kerak bo'ladi. Vaqtimiz ham oxirlab qolibdi. O'zi 1,5 soatga mo'ljallangan darsimizda. Kimdadir savol bormi shu joyigacha? Masalan, o'tgan mavzumiz bo'yicha yoki men tashlab ketgan narsalar bo'lishi mumkin yoki sizlar bilishinglar xohlagan narsalar. Ba'zi joylarga juda ham chuqurlasha olmadik. Ba'zi narsalarni aytdim, ba'zi narsalarni aytmay o'tib ketdim. Shuning uchun agar hozir so'rasanglar aytib berishim mumkin. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Maqsudbek. Menda umuman React bo'yicha, ya'ni front-end bo'yicha umumiy savollar bor edi. Application arxitekturasi uchun, ya'ni katta loyihalarda qanday arxitekturadan foydalanasiz? Katta loyihalarda. Bugungi o'zi mavzumizda arxitektura bo'yicha gaplashishni ham plan qilgandim, lekin vaqt menimcha to'g'ri taqsimlamadim, o'shaning uchun uzr so'rayman. Xo'p, arxitektura bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, katta proyekt deganda bu o'zi har bitta proyektda o'ziga xos arxitekturasi bo'ladi. Masalan, men hozir biror proyekt qiladigan bo'lsam, boshida masalan vid ishlatmoqchiman deylik. Mana shu nimadan templatedan boshlayman baribir. Ko'pincha o'zi ko'p ishlatiladigan templatelar bor. Ular qanaqa? Masalan, source folder bo'ladi, public folderimiz bor. Ichida komponentlarimiz degan nima bo'lishi mumkin yoki yana o'sha pages shunaqa. Masalan, hozir sizlarga bitta proyektimni ko'rsatay. Masalan, unchalik ham katta bo'lmagan bitta proyekt. Hozir sizlarga ko'rsataman qaysi proyektligini. Masalan, transliterator o'zi bu latin kirilga o'zgartirib beradigan nima? Programma deylik. Masalan, shunaqa editor page bor, faylni o'giradigan page ham bor. Bitta demak doc fayl beradigan bo'lsak, mana doc fayl yo'q ekan. Doc faylni olib, demak konvertatsiya qilib beradi latindan yoki kirilga. Undan tashqari istisno so'zlarni qo'shish mumkin, boshqa shunaqa featurelari bor. Xullas, bu narsalar demak mana shu applicationimizning featurelari. Unchalik katta bo'lmagan nima? Kichkina proyekt deb qarasak ham bo'ladi. Buni nimasi qanaqa? Arxitekturasi. Demak, asosiy ko'zimiz tushadigan narsa bu pages. Demak, hamma narsa source folder ichida. Demak, bizda pages bor. Ikkitagina page'imiz bor. Va helperlarim bor. Va file converter uchun alohida papka qilib qo'yganman. Chunki buni o'zi alohida bitta library deb qarasak bo'ladi. Buning ichida aynan file konvertatsiya bo'yicha nimalar yozilgan? Nima deydi? Algoritmlar yozilgan. Va boshqa narsalar. Iloji boricha flat qilishga harakat qilganman. Lekin juda ham katta agar proyekt haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda hozir ancha flat yozilgan, даже komponentlar yo'q. Chunki komponentlarimiz unchalik ko'p emas. Uni ustiga men dizayn sistema ishlatganman. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, katta proyekt bo'ladigan bo'lsa, modular approachdan foydalangan yaxshi. Modular qanaqa bo'ladi? Sizda demak Next.js ishlatib ko'rganmisiz? Maqsudbek? Maqsudbek, siz savol bergansiz. Ishlatganman. Mana Next.js nimasi?
arxitekturasi o'zi beradigan o'sha framework beradigan Aha, ishlatib arxitekturasi ko'rganman. da o'sha arxitektura masalan men o'zim boradigan arxitektura agar katta proyekt qiladigan bo'lsa. Chunki katta proyekt bo'lgandan keyin uni use case'lari ko'p bo'lgan programma bo'ladi. Page'lari ko'p, har xil demak user state'lari bor. O'shalarning hammasini alohida bitta papkaga ajratamiz va uni ichida components degan nimamiz bo'ladi. Components degan papkamiz bo'ladi. O'shaning ichida o'sha nimaga demak oid bo'lgan o'sha page'imizga, o'sha modulimizga oid bo'lgan komponentlar, stillar va boshqa narsa saqlanadi. Sharedlarni hammasini masalan root leveldagi componentsga chiqarib olsak bo'ladi. Shunaqa. Bu endi nima file struktura tarafdan. Arxitektura deganga faqat file struktura kirmaydi. File struktura o'zi frontendda asosan o'sha arxitekturani bir qismini qaraydigan bo'lsak, undan tashqari bizda style management bor, state management bor, to'g'rimi? Backend masalan networking taraflari bor. Ular haqida gaplashadigan bo'lsak, endi bu proyektni o'zini requirementlariga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan, aytaylik, siz mana shu katta programma qilayotgan paytingizda men tavsiya qilardim, masalan, dizayn sistemi ishlatishni. Masalan, Tailwind qo'shimcha ishlatish mumkin, lekin Tailwinddan foydalanib komponentlar yaratish yoki aytaylik, qo'shimcha stylelar yozishni masalan maslahat bermayman, o'zim ham qilmayman bu narsani. Chunki stillarni load qilish ham ancha-muncha yo'llar bor. Masalan, JSS bor, keyin aytaylik module CSS modules bor, style componentlardan foydalanish mumkin, to'g'rimi? Bu narsalarni customizatsiya uchun masalan one off, masalan ba'zi joylarda qilib ketish mumkin, ulardan foydalanmaslik kerak degani emas bu. Lekin katta proyekt bo'ladigan bo'lsa, baribir consistency kerak bo'ladi. Siz majbur bo'lasiz baribir dizayn sistemi ishlatishga. Bu yoqda styling uchun styling tarafdan o'sha arxitektura umumiy bitta convention qilish uchun nimaga demak dizayn sistema beradigan o'sha customizatsiya toollardan foydalanish kerak bo'ladi. Yoki Tailwind. Agar meni o'zimni shaxsiy preferensimni so'rayotgan bo'lsangiz, dizayn sistema plus Tailwind ishlataman. Agar material UI ishlatayotgan bo'lsam, style component ishlataman. U bilan ko'proq nima deydi, kelishadi, masalan, API'lari. O'zim ishlatib ko'rganman, balkim o'zim o'rganib qolganim uchundir. Shunaqa. Demak, React uchun agar katta nima app bo'ladigan bo'lsa, Next.js ishlatib, Next.js o'zini o'sha modular nimasidan, arxitekturasidan foydalanish kerak. Stylingga keladigan bo'lsak, stylingga masalan Next.js ishlatsangiz, o'sha sizga ko'pincha templatelarda Tailwind nima deydi, out of box keladi. Setup bilan Tailwind ishlataverasiz, qo'shimcha yana baribir dizayn sistemiga qo'shishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa. Masalan, state management uchun Zustand ishlatish kerak. Juda ham kompleks nimalarni oson boshqarish uchun single control point bo'ladi sizda katta state'lar uchun. Juda ham oson. Masalan, qo'lda ruchnoy React context yaratishdan yaxshiroq. Ba'zi joylarda masalan biblioteka umuman kerak emas. Masalan, men o'zim biblioteka nima qilishdan qochaman. Ko'pincha iloji boricha, chunki state soddalashtirishga harakat qilaman. Iloji boricha. Nima deydi? Buning uchun baribir requirementlarni to'g'ri tushunib olish kerak. Nima uchun? O'sha biz yasayotgan dasturimiz uchun requirementlar qanaqa, o'zi correct solution qanaqa. Bu endi dasturchining o'ziga bog'liq. Agar yo'q, oson yo'ldan ketaman, masalan, ko'p boshqa turmayman desangiz, Zustand masalan shunchaki ishlatasiz, ketaveradi. Shu, men iloji boricha state tarafdan ham optimizatsiya qilishga harakat qilaman. O'shaning uchun nimani boshqaradi, o'sha narsalarni qarab chiqib, minimal darajada ishlatishga harakat qilaman. Ya'ni third party'lar, aynan state management. To'g'ri. Masalan, aytaylik, nimaga bu narsa menda bunaqa privilege ko'p qolgan? Chunki aytaylik,
man o'zim katta proyekt qiladigan bo'lsam, masalan, mana shu 42 platformasini o'zini olib qaraydigan bo'lsak, buning uchun state manager ishlatamız. Zustandni ishlatyapmiz. Endi lekin man o'zim boshqa ishlarimda corporate bo'lgani uchun, produkt ustida ishlaganimiz uchun baribir mana shu third partylarni iloji boricha benchmark qilib, qarab, chunki bu nima deydi, bundle size'imizga ta'sir qiladi-da, har bitta ishlayotgan nimamiz, library'miz. Uni nazorat qilishimiz kerak. Ayniqsa agar o'zingiz library ustida ishlasangiz, boshqa qilsangiz, endi ko'pincha libraryga state management kerak emas. Misol qilib aytyapman. O'sha tarafdan ham shunaqa menda odat hosil bo'lib qolgan, ya'ni iloji boricha hamma narsani nima qilib, minimal qilishga harakat qilib, qachon o'sha yo'q iloji yo'q. Masalan, bu yoqda nima masalasi bor-da, trade off. Qaysi birida ishingiz oson bitadi, qaysi birida tezroq bitadi, qaysi birida qiynalmaysiz, qaysi birida rezultat nima qiladi, tezroq erishasiz, yaxshiroq chiqadi, stabil bo'ladi. Shunaqa kriteriyalar bo'yicha nima qilib solishtirib, ya'ni dasturchi o'zini holatidan kelib chiqib, komanda umuman produkt holatidan kelib chiqib, mana shu narsalarni qaror qilish kerak bo'ladi. Shu. Uzoq javob berib yubordim, uzr. Chunki bu o'zi katta mavzu. O'tirib gaplashamiz desak, hali jonli darslarimiz bu birinchisi, eksperimental. Ko'pchilik balkim ko'ngli to'lmagandir bugungi darsdan, chunki juda ham oddiy mavzu tanlagandim. Keyingilari xudo xolasa qiziqroq mavzu bo'ladi. Shu. Javob bera oldim degan umiddaman savolingizga. Xo'p, yana kimda savol bor? Mavzu bo'yicha yoki mavzudan tashqari bo'lsa ham bemalol savol bersanglar bo'ladi. Menda yana bitta savol bor edi. Internet uzilib qoldi, shuning uchun chiqib ketib qoldim. Bemalol. Image, video optimizatsiyasi uchun umuman olganda o'zi high performance uchun React'da qanday yo'llardan foydalanasiz, nimalarga e'tibor berasiz? Next.js'da bu o'zini optimizatsiyasiz. Image, video optimizatsiya uchun. To'g'risi unaqa image unaqa rasm, video intensiv nimalar web dasturlar qilib ko'rmaganman. Shuning uchun aniq konkret javob berishim qiyin bu borada. Lekin Next.js o'zini default o'sha image optimizatsiya nimasi meni qoniqtiradi, masalan, yaxshi ishlaydi. Chunki u qanaqa ishlaydi, sizni web sahifangiz qanaqa monitorga, qanaqa nimaga, kompyuterga load qilayotganiga qarab, o'shanga asoslanib nima request jo'natiladi serverga. Yoki server o'shanga qarab, demak, image optimizatsiya qilib sizga jo'natadi dinamik holatda. Bu yaxshi optimizatsiya. Lekin video bo'yicha nimadir deyishim qiyin, chunki videoni agar aytaylik qanaqa dastur qilayotganingizga ham bog'liqda. Masalan, streaming qilayotgan bo'lsangiz, bu ko'proq backendga taalluqliroq nima topik deb o'ylayman. Qanaqa qilish mumkin? Agar anaqa movie film platformalari bo'lsa-chi? Film platformalar Bir bo'ladigan vaqt o'zida misol so'ravering. bir vaqt o'zida ko'p foydalanuvchi foydalanadi ulardan. Misol uchun ITV bor, Click TV shunaqa platformalar. Ular va aytganimdek backendda ancha-muncha optimizatsiya qilinadi bu narsa bo'yicha. Masalan, nima deydi? Frontendda qachon bu narsani o'ylash kerak? Qachon bu narsani nagruzka berib qo'yadi? Masalan, aytaylik, siz butun boshli video faylni o'zini load qilyapsiz bittada. Serverimizda aytaylik, bazadan o'sha ma'lumotlar bazamizda bitta gigabayt kinoni fayli turibdi. Frontendimiz to'g'ridan to'g'ri serverga o'sha
faylni demak request qilib nima jo'natyapti. Shunaqa HTTP zaпрос jo'natyapti so'rovnoma. Buni to'g'ridan-to'g'ri agar nima qiladigan bo'lsa, bu juda ham bad experience, chunki boshidan uni load qilish kerak bo'ladi nimani. Nima deydi? Proyekt faylimizni o'shaning uchun streaming nimadan foydalanish kerak? Event source'dan foydalanadi ko'pincha, ya'ni stream qilinadi. Bitta demak TCP soket ochiladi va o'sha nimaga serverimiz non-stop stream qilib turadi o'sha nimani. Bu shu, masalan, front-endchi sifatida agar shunaqa nima qilayotgan paytingiz, programma dastur yaratgan paytingizda, agar hech kim bu narsa haqida bosh qotirmasa, siz o'sha taklif bilan chiqishingiz kerak. Biz bunaqa event source ishlatishimiz kerak, ya'ni nimamiz, videomizni stream qilishimiz kerak deb. Va masalan, videoni o'rtasiga qo'yishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. O'sha tarafdan ham masalan o'sha requestlarni kontrol qilish bor, boshqa bor. O'sha narsalarga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Yana nima? Accessibility'ga e'tibor berish kerak, albatta. Endi boshqa mavzu. Shunchaki ovoz chiqarib o'ylayapman. Shu menimcha, bu aytganimdek bunaqa streaming yoki media platformalar bilan ko'p nimam yo'q, opitim yo'q. Shuning uchun aytib bermaysiz. Tushunarli, rahmat. Yana bitta savolim bor edi. Agar birorta katta startap loyiha qilmoqchi bo'lsam, misol uchun deylik, 1 milliontaga yaqin foydalanuvchi bir vaqt o'zida foydalansa, bunda nimalarga e'tibor berish kerak? Hop, savolingiz tugatgan bo'lsa, Qo'shimcha texnologiyalardan foydalanadi. ovozingiz uzilib kelyapti. Oxirini eshitmay qoldim savolingizni. Savolingiz oxirini eshitmay qoldim. Endi eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Agar startap loyiha qilmoqchi bo'lsam, misol uchun 1 milliontaga yaqin odam bir vaqt o'zida foydalanadigan bo'lsa, o'zi bunaqa platformalar qanday ishlaydi, qanday qo'shimcha texnologiyalardan foydalanadi, hisobi qotib qolmasligi uchun qandaydir qo'shimcha jihatlari bormi front-end uchun? Aynan front-end uchun aynan front-end tarafdan bu narsani o'ylash unchalik nima emas, masalan, taalluqli emas desak bo'ladi, chunki bunaqa trafikni handle qilish uchun backendni ko'proq optimizatsiya qilish kerak. Chunki veb-saytimizni load qo'ygandan keyin uni bitta odam ishlatadi, bitta kompyuterda bitta odam ishlaydi deb faraz qilinadi. Userimiz bitta bo'ladi. Ya'ni o'sha userni ko'proq danni bilan yoki aytaylik, nima deydi? Juda ham code base'imiz katta, applicationimiz katta bo'lsa, efficiently load qilish uchun, ya'ni client tarafdan, user tarafdan samarali, optimal holatda load qilish haqida o'ylashimiz kerak bo'ladi. Masalan, Pinterestda tezroq o'sha user experience yaxshilash uchun demak server side renderingdan foydalanadi. Srazu nimaga kirgan paytda bitta render ko'rsatiladi va keyin hydrate qilinadi application. Butun boshli application bittada load qilinmaydi, albatta chunklarga bo'lingan bo'ladi. Masalan, so'ragan page'iga kerak bo'lgan JavaScriptni load qiladi, keyin qanaqadir boshqa page'larga o'tadigan bo'lsa, unga kerak bo'ladigan kodlarni keyin load qiladi, JavaScriptlarni keyin request qiladi yoki stillarni. Va o'sha bitta page o'zida qolsa ham qaysidir operatsiyalarni bajarayotgan paytda, demak, asinxron boshqa og'irroq biblioteka bilan qilinadigan ishlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsalarni ham alohida mana shunaqa chunklarga bo'lib, dynamic loadingdan nima deydi, juda ham ko'p foydalanish kerak bo'ladi. Undan tashqari image optimization haqida gapirdik, boshqa qildik. Baribir hammasi ko'p backendga nima tushadi, go'sht tushadi. Shunaqa umumiy. Hop, tushunarli. Yana kimda savol bor? Aytib buyurmaysizlar. Faqat bitta odamdan savol oldim. Testing haqida savolim bor deb yozgan ekanlar.
ismlarini bilmadim. N deb turibdi. Hop, RTL ishlatasizmi? Keyin yozilgan testlar hammasi bitta folderda turadimi? Yo'q, bitta folderda turmaydi. Iloji boricha o'sha modular approachda qilaman buni ham. Ya'ni testlar agar unit test bo'ladigan bo'lsa, har bitta faylni o'zini yoniga qo'yishga harakat qilaman. Masalan, component.js faylimiz bo'ladigan bo'lsa, yonida component test.js fayli bo'lishi kerak. Endi har kim o'ziga bog'liq qanaqa nimadan foydalanish, strukturadan foydalanish, lekin men uchun bu juda ham qulay, chunki test yonida bo'ladi. Har bitta faylni yangi komponent yaratayotgan paytimda eslatib turadi, ya'ni bunga test yozishim kerak degan narsa. Juda ham ko'zga yaqqol tashlanib turadi, eslatib turadi bu struktura sizga. Cypress testlar bo'ladigan bo'lsa, Cypress o'zi alohida bitta application deb qaraysiz bu narsaga, chunki Cypress o'zi alohida papkada joylashgan. Uni testlari alohida, uni setup alohida, uni environment o'zi alohida, muhit alohida bo'ladi unda. Shunaqa. Hop, kimda yana qanaqa savollar bor? Hop, agar hop, Alibek jonli savollardan boshlayveraylik. Alibek bemalol savolingizni beravering. Ovozingiz eshitilmayapti. Hop, mayli. Xohlasangiz yozib yuborsangiz bo'ladi. Alibek savolingiz. Hop. Abduboriy Ahmadjonov savol yozibdilar. React'ni endi o'rganayotgandim, backendchiman. Full stack loyiha qilishim uchun o'rganyapman. Hozir aytgan narsalaringiz bilan yana foydalanib bo'lgan qo'shimcha o'rganish uchun so'rasa ayta olasizmi? Udemy kurs olgandim. To'g'risi, frontendni o'rganish uchun zo'r kurslar bor joy Frontend Masters. Sizlarga ko'rsatay hozir. Agar ingliz tilini bilsangiz albatta. Kurslar ko'p bu yoqda mana. Istalgan yo'nalish bo'yicha endi to'g'ri ingliz tilida, lekin zo'r kurslar bor bu yoqda. Aynan JavaScript ekosistemasiga bag'ishlangan hamma kurslar. Chunki Frontend Masters veb-saytda o'zi ham. Design patternlar, security bormi, mana shu biz bugun gaplashgan Vite bormi, plugin yozish, hamma ikir-chikirlarigacha CSS bo'yicha kurslar bor bu yoqda, React bo'yicha kurslar bor. Agar ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, demak, mana shu kurslarni qo'shimcha ravishda o'rgansanglar bo'ladi. Biz o'zimiz ham masalan 42 da qiladigan kurslarimiz, men o'zim bu yoqdan ko'p kurs olganman. Mana shu kurslarga asoslanib shu yerdan o'rgangan narsalarimni, demak, o'rgatishni niyat qilib qo'yganman. Demak, u kurslar tayyor bo'lgungacha endi agar ingliz tilini bilsanglar, mana shu kurslarni o'qisanglar bo'ladi. Bu endi tekin emas albatta, pulli. O'shaning uchun agar qurbinglar yetsa, tavsiya qilardim mana shu nimani o'qishni, qo'shimcha ravishda bu nimadan olishni. Xo'p, linkini tashlab qo'yay sizlarga chatga. Xo'sh. Shu menimcha bugungi darsimizni yakunlasak bo'ladi. Aytganimdek, o'zi bu darslarimiz eksperimental boshladik. Darslarimiz davom etaveradi. Ko'proq shunaqa har xil mavzularni o'tib ko'rib, auditoriyamizni o'rganib, kimga nima qiziq yoki nimada qiziq emas, o'shanaqa feedbacklarni olish maqsadida darslarni rejalashtirib qo'yganman. Xudo xolasa haftada 2 marta qilishga harakat qilyapmiz. Bularni darslarni ham publish qilamiz 42 platformasida albatta. O'ylaymanki, ozmi ko'pmi foydali bo'ldi sizlarga bugungi dars. Agar
savollar yana nimalar bo'ladigan bo'lsa, hozir nima takliflar yoki qanaqa feedback bo'ladigan bo'lsa, hozir aytsanglar bo'ladi. Keyinchalik Telegram kanalda nima qilamiz, feedback so'rab, o'sha yerda fikringlarni qoldirsanglar bo'ladi bemalol. Qanaqa mavzularda yana qilaylik. Keyingi mavzularimiz ham nima deydi? Demak, shu asnoda davom ettiraveramiz. Menda hozir kurikulum qanaqa? Ozgina informatsiya berib ketay bu haqida ham. Aynan React hozir setup umuman qanaqa ishlashi, bizda qanaqa toollarimiz bor, u toollar bir-biri bilan qanaqa muvozanatda bo'ladi, boshqa o'sha narsalar haqida gapirib berishni xohlagandim. Keyingi darsimizda endi aynan React o'zida komponentlar yaratish, komponentlarni qanaqa kompozitsiya qilamiz, qanaqa usullari bor, qanaqa render qilishda qanaqa ko'riklarimiz bor, ko'pchilik bilmaydigan narsalar, o'sha narsalar haqida gaplashamiz. Arxitektura haqida gapirib bermoqchi edim bugun. Cho'zilib ketdi ancha, lekin arxitektura va infrastruktura bo'yicha, masalan, testing bor, pipelinelar qilish, masalan, staging, production nimalarni bo'lib chiqish, environmentlarga bo'lib chiqish, testing, o'sha end-to-end va unit testinglar qanaqa yozish haqida oxiriga uni mo'ljallaganmiz. Ya'ni birinchi demak React o'zida qanaqa application yozish, keyin infrastrukturaga bag'ishlangan darslar qilishni. Buni alohida kurs qilib chiqarmoqchimiz albatta. Sizlarga hozir o'tib berayotgan darslarimiz baribir o'sha yoziladigan darslarga andoza bo'ladi. Shuning uchun baribir sizlarning ham feedbacklaringlar, fikrlaringlar ancha-muncha bizga yordam bergan bo'lardi. Kurs qachon chiqadi? Ko'pchilik berayotgan savol shu. Kurs yozishni o'zi o'tgan yil boshlagandik, lekin ancha-muncha kurikulumni o'zgartirishga to'g'ri keldi. Nima deydi, vaqt davomida. Men yozishni boshlagandim, lekin nima deydi? Kurikulum o'zgardi, boshini boshladik, keyin tashlab qo'ydik. Chunki boshqacharoq o'tishimiz kerak. Auditoriyamiz unaqa emasdik, boshqa dedik. Menda ham ortiqcha vaqt topilmadi. Yana qaytadan ishlab chiqib kurikulumni nima qilishga. Lekin shuning uchun ham mana shu live sessionlarni boshlayapmiz. Ya'ni o'zi bizning o'quvchilarimizga nima kerak degan savolga javob berish uchun. Qanaqa dars o'tishimiz kerak, nimalarni o'qitishimiz kerak, nimalarni hozir shart emas, keyinchalik o'qitsak bo'ladi degan mavzuda. O'sha narsani o'rganish uchun, undan tashqari bu o'zim uchun ham opit, chunki to'g'risi birinchi marta hozir dars beryapman sizlarga. Mani o'qitish bo'yicha nimam yo'q, tajribam yo'q. Kamerani oldida gapirish baribir qiyin, lekin auditoriyaga gapirgandan sal bo'lsa ham osonroq. Shuning uchun o'shaning uchun aybga buyurmaysizlar degan umiddaman. Dars o'tish degan blog yozish degani emas albatta. Shu Xudo xohlasa keyingi darslarimiz ancha qiziqroq mavzularda qilamiz. Kurikulum bor. Har holda bugun ozgina bo'lsa ham ideya oldim. Kimlarga qiziq bo'ldi, kimlarga boshqa bu feedbacklarni, fikrlarni qoldirasizlar degan umiddaman. Nimada Telegramda post qoldiramiz feedback bo'yicha. Shu vaqtinglarga, pulinglarga nima bo'lasizlar, rozi bo'lasizlar. Vaqt sarflab kelganinglarga hammanglarga rahmat. Menimcha xayrlashsak bo'ladi. Ancha-muncha vaqtinglarni ham olib qo'ydim. 1,5 soatga belgilagandik, 2 soatga o'tib ketdi. Shuning uchun kelganinglar uchun rahmat. Xudo xolasa ko'rishamiz. Sizga ham Sizga ham katta rahmat Diyorbek aka. rahmat sizga ham aka. Arzimaydi. Bitta savol bor edi oxirida. Bemalol. Mana shu hozir boya vid haqida gapirdingiz-ku. O'sha to'liqroq ma'lumot qanday olsak bo'ladi yoki misol uchun mana shu darsda video yozib olingan bo'ldimi yoki yozib ola olmadikmi? O'sha joylargacha tushunarsiz bo'lib qoldi men uchun. Ya'ni o'sha narsani ustida ishlamoqchiman o'zim ustimda, o'sha vid haqida. Darsni yozib olyapmiz. Buni platformani o'zida chiqaramiz, 40 kuz o'zida, Xudo xolasa. Shu
o'sha jonli darslar uchun alohida nima yaratib, kategoriya yaratib, shularga publish qilib boramiz. Potentially balki kurs o'ziga ham qo'sharmiz bu darslarni. Shuning uchun agar qo'shimcha hozir yana o'rganib turaman desangiz, albatta o'zbekcha kontentlarni to'g'risi bilmayman. Aynan mana shu build tool'lar haqida informatsiya beradigan kim o'qityapti, boshqa qilyapti. YouTube'da balkim bordir blogerlar shunaqa video yozayotgan, lekin meni o'zimning xabarim yo'q. Ingliz tilini bilsangiz eng yaxshi resurs bu dokumentatsiya. Masalan, men o'zim hozir faqat dokumentatsiya o'qib yangi narsa o'rganaman. Nimadir yangi narsa chiqsa, sразу dokumentatsiyaga kiraman, boshqa qilaman. Agar ishlatib ko'rmoqchi bo'lsam albatta. Shunchaki quick review kerak bo'lsa, YouTube'dan videolar ko'p qarab chiqaman. Shu aynan o'rganish uchun bo'lsa, lekin dokumentatsiya eng yaxshi nima? Resurs. Tushunarli, rahmat. Xo'p, unda savollar bo'lmasa, hammaga rahmat. Tuninglar xayrli o'tsin. Xudo xolasa keyingi darsda ko'rishamiz. Agar qiziq darslar bo'ladigan bo'lsa, sizlarga albatta kirasizlar degan umiddaman. Hammaga xayr. Rahmat, sizga ham xayr.